Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Hop, videoni boshida aytib o'taman. Amerika kanal yo Amerika yo'nalish shunaqalar bor, lekin Amerika YouTube yo'q, chunki YouTube'ni o'zi bitta Google kompaniyasiga tegishli. Sizlarga 3 ta mavzuda video tayyorlashni aytib o'taman boshida. Birinchisi sog'liq yo'nalishi, ikkinchisi yangiliklar yo'nalishi, ya'ni o'sha news yo'nalish, uchinchisi bola tarbiyasi haqida. Hop, shu uchovi haqida sizlarga video tayyorlayman. Shu bitta videoni ichiga kirgizishga harakat qilaman. Uzun bo'lsa ham shu bo'lib qo'yaman. Hop, birinchi sog'liq yo'nalishida aytadigan bo'lsam, u ma'lumotlarni, misol uchun biz nimadan ingliz tilini bilmaymiz yoki boshqa tilni bilmaymiz degan savol tug'iladi. Men o'zim ham bilmayman, lekin ma'lumotlarni shu YouTube'da o'zidan olamiz yoki ChatGPTdan olamiz. O'shani video davomida ko'rib borasizlar. Shu tekstlarni ingliz tiliga, keyin ingliz tilidan o'zbek tiliga shunaqa birinchi o'qib olamiz, nima haqidalik, keyin shu haqida yana video qilamiz. Endi ikkinchisiga keladigan bo'lsa, ikkinchi yo'nalish ham xuddi shunaqa, faqat siz shu katta saytlarga kirib olishingizga to'g'ri keladi. Uni shu og'zaki aytib o'tib ketaman. Ya'ni o'sha BBC yoki New York Times yana qanaqadir katta saytlari bor, o'shalardan yangilik chiqishi bilan siz ham shu jinday o'zgartirib turib, kirgizib kanalingizga joylaysiz. Sababi birga bir bo'lib qoladigan bo'lsa, avtoriskiga tushishi mumkin. Yana sizlarga ma'lumot aytib o'tib ketishim kerak. Shu news yo'nalishida ko'p qoqinasizlar, shunga hushyor bo'linglar. Sababi taniqli odamlar yo qanaqadir nimalar ro'para kelib qoladi, rasmimi yo qanaqadir holati. Shulardan ehtiyot bo'lib, yana undan tashqari boshqani birovni videosini olib va misol bironta joyda yangilik chiqib qoldi, o'sha videoni birga bir qo'yib ishlatib yormaysizlar kanallaringga, bo'lmasa shu narushение, ya'ni shu yo avtorskiy yo narushение tushishi mumkin. Endi uchinchisi bola tarbiyasi haqida. Bola tarbiyani ham xolasangiz o'sha ChatGPTdan yo boshqa sun'iy intellektlardan olsangiz bo'ladi. Undan tashqari shu video davomida ko'rsataman, YouTube'da o'zidan o'sha inglizlarda o'sha Yevropa yoki Amerika Qo'shma Shtatlari yo Braziliya o'sha tomonlarda madaniyatidan kelib chiqib bola tarbiyasi haqida video qilamiz. Buni video davomida aytib o'taman. Sog'liq yo'nalishi haqida birinchi men sizlarga tayyorlab olganman. Hozir kompyuterda yoqamiz. Video davomida o'sha boshimdagi bilimimlar yo ma'lumotlarni aytmagan bo'lsam, shu qo'shimcha qilib yo video ostiga yo gruppaga yozib qo'yishim mumkin. O'sha bunaqalarni ham qilsalaring bo'ladi deb. Doktor haqida qilgan bo'lsa, doktor haqida mana braziliyalik amakini kanalini olgan edim. Shu yo'nalish qilaman deb 2026-yil 22-fevral kuni nima qilgan, kanalni ochgan. Bu degani fevral, hali bir oy ham bo'lmabdi, bugun 17-mart ekan. Keyin shuni yodda saqlanglar. Misol uchun men hozir video o'rgatyapman yo video qilyapman. Men sizlarga 100% mana shunaqa bir oy bo'lmasdan rekka chiqib ketib, kuchayib ketishini men nima qilmayman, garantiya bermayman. Bu hammasi omadga, shu Allohning buyrug'iga bog'liq. Alloh xohlasa bo'ladi, agar xohlamasa hech qachon bo'lmaydi. Bitta kommentariyda ilm fanlarga ham bog'liq emasmi deb bittasi piching qilibdi. Ilm fanni misol uchun siz 100% bilib olim bo'lsangiz ham, agar Alloh turtib nima qilmaydigan bo'lsa, turtki bermaydigan bo'lsa, nomingiz olim bo'ladi, ag'i ishingiz o'xshamay turaveradi. Men bu gapim bilan nima demoqchiman? Mani videoyimni ko'rib 100% bo'lib ketar ekan, yurib ketar ekan degan tushuncha qilmanglar. Faqat mani bergan ma'lumotlarimga misol o'zlaring ham yangilik kirgizib, o'sha o'zlaringni xayollaringni ham bilimlaringni qo'shib turib video tayyorlab o'sha kanallaringni yurg'izishni maslahat beraman. Bu
5270 ta odami bor ekan. O'sha tez fursatda reykka chiqqan 18 ta video ekan. Populyarini ko'rsangiz 12 kun oldingi videosi 233 ta 233 ming prosmotr olibdi. Eng oxirgi videosi 8 soat bo'libdi, 521 ta prosmotr olibdi. Endi misol uchun shuni biz ma'lumotini olamiz. Sizlarga maslahatim shunaqa kanallardan populyarniy videosini oling, chunki o'sha odamlarga yoqqan videolar bo'ladi. Keyin sog'liq yo'nalishida misol uchun ma'lumotni yoki AIdan olamiz. Yo'masa nimadan ChatGPT dan olishingiz ham mumkin. Misol uchun sog'liq yo'nalishini ham turlari ko'p. Mana bu hozirgi bu qaysi ekan endi buni nomini o'zbekcha qilarmikan buni ko'ramiz. O'zbekcha tarjima qilmadi buni. Kardiolog ekan bu amaki. Kardiolog yo'nalishida video qilar ekanmi? Yo'q, kardiolog emas menimcha. Ko'proq kardiolog ekan. Misol uchun ChatGPT dan mana yozamiz, oddiy qilib, misol shunaqa videoni olmaydigan bo'lsangiz, topa olmasangiz, erinsangiz, sog'liq yo'nalish uchun video tayyorlamoqdaman. Menga 5 ta deylik, 5 ta mevalarni foydasi haqida tekst ya'ni ma'lumot yozib ber. Hop, tayyorlamoqdaman. Menga 5 ta mevalarni foydasi. Mevalarni insonga deylik. Insonga foydasi haqida tekst, ya'ni ma'lumot yozib ber deymiz mana. Bu Apple deyapti. Shu olma dunyodagi eng foydali mevalardan biri hisoblanadi. U tarkibida ko'p qani oson. Shuni bitta AIga tashab o'qitib olamiz. Bu shu haqida video qo'raveramiz. Ana endi qarang. Endi deymiz. Endi shu 5 ta ma'lumotni qo'lim bosilib ketyapti. O'zi xato yozganim yo'q, bosilib ketyapti. Endi shu 5 ta ma'lumotni ingliz tilida yozib ber. Men uni 11 lapsga tashlab audio endi xato yozdim buni. Audioga aylantiraman. Deymiz. Mana xuddi shuni bizga ingliz tilida yozib beryapti mana. Bo'ldi, bu bizga endi tekst bo'ldi. Buni shu audioga aylantiramiz. Yana davom etamiz bunga. Xo'p, shu 5 ta shu. Hop. Olma uchun 3 ta image prompt yozib ber va boshqa mevalar uchun ham 3 tadan deylik, 3 tadan image prompt yozib ber. Mana olmaga 3 ta prompt yozib berdi. Buni biz hozir tekin nimadan foydalanamiz? Nano bananaga kirmaymanda, buni tekini bor, shunga kiramiz. Hop. Buni o'zi
video bundan oldingi videolarda qilgan edik, eslaringda bo'lsa. Hozir boshqatdan kiraylik yangisiga. Ko'payib ketibdi. Yangi qilib mevalarni tashlaymiz. Endi men hozir to'liq video qilmayman, sababi cho'zilib ketadi. Bir minutlik video qilaman, qolganini o'zlaring davom ettiraverasizlar. Bitta olmani olaman, yetadi. Keyingisi bananni olaman. Bananni oldim. Apelsin, orange apelsin. Orange devordim, ingliz tilida gapiryordimmi? Doim nima bo'lar edim. Xullas shu mevalarni oldim, endi deymiz. Endi VO3 uchun video prompt yozib ber. Har bir mevalar uchun agar shunaqa yozsalaring, mana misol uchun men bunga aytdim, shunaqa bo'ladi, men o'zim boshimdan ham o'tgan. Shu olma uchun 3 ta image prompt yozib ber va boshqa mevalar uchun ham 3 tadan yozib ber dedim. Agar shu holatda chakashtirib yuboradi-da, bittadan yozib berishi mumkin. Ana shunaqa asabingizni buzsa, rasmini bitta nev chat qilingda, boshqatdan yangitdan yozdiring. Bo'lmasa asabingiz buzaveradi oxirsigacha. Hozir endi mana endi video uchun video prompt yozib ber. Har bir mevalar uchun ikkitadan prompt deyman. Qani yozadimi yo'qmi? Agar bu ham chalkashadi-da. Ikkita yozdi, bu tushundi. Xo'p. Image bo'ldi, video bo'ldi. Ana endi bizga nima kerak bo'ladi? Xo'p, nom olamiz shu nimaga? Video uchun kanalga shu nom olamiz, shu videoning nomi. Video uchun nom va video tavsif yozib ber. Hashtag ham qo'shib, yana davomidan hashtag kalit so'zlar bir qatorga deymiz. Bir qatorga yozsa, shu kalit so'z kopiya qilib bitta tashlaganimizda xatolik yuz bermaydi. Bir qatorga. Hop, hammasi ingliz tilida deymiz, bitta ko'ramiz qanaqa yozib beradi. Keyin bu hozir men bepul ChatGPT'ni ishlatyapman. Agar sizlar pulliga ulamagan bo'lsalaring, pulli bundan aqlli yozadi, aqlli ishlaydi. Keyin bepulida qanchadir yozganingizdan keyin shu mishkan o'rniga bo'ldi, agar men yoza olmayman, yangi chat ochgin deb yozuv chiqib qoladi. Buni o'zi tomi ketdi, qotyapti. Xo'p, endi biz V3'imiz bor, qaniydi? Promptimiz bor mana. Endi V3 ga kirmayman, sababi hammada V3 ham yo'q. Shuning uchun Grok'ga kiramiz. Mana Grok'da ham yana shu joyini ko'rsatib o'tib ketaman. Sozlamalarga kirasiz. Mana yerda nastroykaga kirib, hop, mana shu mishkani bo'limi turibdi, поведение. Выключить автопродукт ekan. Shuni o'chirib qo'yasiz. Eng tepasida, keyin eng pastiga tushib, eng pastidagi mana nimani o'chirib qo'yasiz. Secret hot рассуждение chiqib, mana shuni o'chirib qo'yiladi. Bo'ldi, shu ekan mana shu. Ikkinchisi, uchinchisi. Birinchi eng tepada, keyin eng pastida. Xo'p, endi biz nima qilamiz? Image ga o'tib olamiz. Image ni bosamiz. O't. Besplatni tugab qolgan shekilli. Bizga yozdimi-ku Galvars? Yozibdi. O'sha yerni ko'rsatib o'tib ketay. Video title deyapti. Bu nom, mana nom. 5 ta fruitis shu mevalarni aytyapti. Tarjima qilib ko'ramiz. Sog'lig'ingiz uchun, sog'liq
ingizni tabiiy ravishda yaxshilaydigan 5 ta meva. Xo'p, video tavsifi, bog'da hashtag, kalit so'zlari bo'ladi, ana shu bizga kerak edi. Endi biz buni prompt olamiz. Apple'da promptini nimaga kirib olamiz? Buni Grokka oldin hali rasmda bittasini olib olamiz. Buni olmani mana chiroyli ekan. Bitta olma. Keyin bananni olamiz. Mayli bitta apelsin ham olaveraylik. Hop, olib bo'ldim. Endi Grokka kirib turib, Grokka kirishdan oldin buni kopiya qilib olasiz. Apple'da shu olma promptni birinchisini. Erinmanglar, agar ko'proq video qilsalaring, o'sha sun'iy intellektda rasmdan ko'ra video o'sha harakatlanib turgani yaxshi. Biz long video qilamiz, 16 ga 9 turibdi. Shu yaxshi, 6 sekundlik, qolgani pulli videoga bosamiz. Bu yerga rasmda olamiz birinchi. Hop, rasmda olamiz. Biz olmani olamiz. Olma oldi. Endi olmani nimasini, promptini chekka tashlaymiz hozir, bu zagruzka bo'lsin. Nimaga internetimiz yaxshi ishlamayapti ekan? Nimagadir internet oqsab qolibdi. Qani. YouTube ishlayapti. Lekin Grok ishlamayapti. Ha, bo'ldi, oldi mana. Hop, olmani oldi, bekka shu o'zimizni nimani tashlaymiz. Keyin jo'natib yuboramiz. Biz rasmni bosib oldikmi-ku, videoni, ha? Hozir tayyor bo'larsin-chi. Ha, demak biz rasmni nima qilib yubormagan ekanmiz. Sazzat videoni bosib yubordim. Keyingi shu hozir keyingisi qaysi meva edi? O'shanda banan ekan. Bananni promptini olamiz. Mana. Qani ovoz. Ovozi ham zo'r tushibdi mana. Bo'ldi, buni yuklab olamiz. Bitta papka ochaylik buni. Chalkashmasin. Hop. Hop, endi qaysi nima edi? Bananada. Bananida. Ha, banan. Bananni promptini tashlaymiz. Videoni bosib qo'yamiz. Sazzat video. Vaqa kirgandan keyin ishlayapti, aqa kirsa ishlamayapti. Grok yaxshi ishlamayapti. Qani. Ha, bo'laveradi bu ham. Buni ham sketchatib olamiz. Hop, uchinchisi apelsin edi, buni ham olamiz. Promptda hop, boshidan kiraylik chekka. Bet sozlangan apelsin. Ha, mana. Sizlarda ham shunaqa bo'ladi. Agar shunaqa bo'lmasa, shu ichkariga kirib turib qilib olasizlar ekan. Bu yerda sazzat video bo'lish kerak-ku. Ha, endi bo'ldi. Bo'ldi, mana jo'natib yuboramiz.
birovlar video tayyorlayapti. Shu prompt bo'yicha apelsinni shu kadrimda boshqacha bo'lib keladi. Sal rasmdan ko'ra yoqimliroq. Endi bu yana bitta ikkinchi usulini ko'rsataman. Sog'liq yo'nalishini boshida aytgan edim. Buni amakini hozir buni olib olaylik. Videosi mana. Bo'laveradi. Yoqimli odamni yegisi keladi. Bo'laveradi. Endi qaranglar. Buni amakiga o'tamiz. 233 mingli videoni nobog'da boshqa videolarni ham kanallardan ko'ringlar. Mana yana bitta bor edi mana. Bu eski kanal. 2023-yil ochilgan ekan. Hop, eng ko'pi 1.800.000 ko'rilgan ekan. Bu ikkinchi usuli, birinchi usuli mana ChatGPTda qilib ko'rsatdim, qanaqa bo'lishini. Ana endi ikkinchi usuli shunaqa doktorlarga kirib olib turib, eng ko'p videosini olasiz deb bosib turib, mana bu yerga kirsangiz, pakazat tekst bor, Braziliya tilida ekan bu. Buni pakazat tekstini deb belgilab olib turib, bu kompyuterda bo'ladi, telefonda menimcha bo'lmaydi. Keyin buni shift bilan bitta belgilasak, buni hammasi ko'kardi. Buni kopiya qilamiz. Ana endi ChatGPTga kiramiz, bu yerga tashlaymiz buni. Tashab turib, o'sha davomidan yozamiz. Shuni o'zbekchaga tarjima qilib ber deyman. Buni o'zbekchaga tarjima qilib beradi. Hop, har kuni Braziliya qaysidir hammomda sog'lom bo'lib yurgan bir odam yordam so'ray olmay yerga yiqilib tushadi. Bu baxtsiz hodisa emas, bu omadsizlik ham emas. Bu hammom ichida yillar davomida bilmasdan qilinib kelgan jim xato bir kun kelib aynan shu xato oxirgi bo'lishi mumkin. 60 yoshdan oshgan odamlar uchun uydagi eng xavfli xona bu hammom, lekin bu ho'l pol yoki sirpanchiq vanna tufayli emas. Hop. Endi qaranglar, tepasini olmaymiz, hammom paytida tanada nima sodir bo'ladi. Hop, shuning uchun oddiy ko'rinadigan odatlar ham tug'dirishi mumkin. Hop, birinchi xato juda issiq yoki juda sovuq dush. To'g'ri yechim shunaqa deyapti. Oyoq boldir ha. Xullas, mana shunaqa qilib tarjima qilib bitta o'qib olasiz, nima mavzudaligini. Endi mana shuni mana bu yerda o'zi mana plyusni yoqqin deyapti. Endi shuni ingliz tiliga tarjima qilib ber deymiz. Bu bizga yana ingliz tilida yozib beradi. U Braziliya tilida agar sizda o'sha boshqa ingliz tili bo'lsa, ingliz tiliga tarjima qilib ber demaysiz, prosta o'zbekchaga tarjima qilib bilib olasiz nima mavzudaligini. O'zi meniki zinachoy chiqyapti, shu 3 ta yozishmadan keyin yangi ochasan deb. Hop, endi buni kopiya qilamiz. Endi biz bilib bo'ldik, hozir kopiya qilmay turib bunga aytamiz. Shu mavzuga buni biz keyin o'qitib olamiz, hozir kopiya qilib turib. Shu mavzuga hop nechta bo'ldi hozir bu yerda? 4 ta ekan, 5 ta ekan. Shu 5 ta mavzuga 5 tadan nimaga prompt yozib ber. Hop, shu 5 ta mavzuga 5 tadan prompt yozib ber deymiz. Manimcha yozib bermaydi, yozib yubordi, keyingi so'rovimizga yozmaydi menimcha. Agar pulli bo'lsa yozadi.
yozar edi bunaqa chalkashmas edi. Hop, yozib berdi. Endi V3 ga prompt olamiz. Agar men qaytadadir xato qilib yo o'zlaringda yana nima bo'lib turgan bo'lsa, o'zlaringda qo'shimcha bo'lsa, qo'shimcha qilib ketaverasizlar. Aynan menikiga o'xshatib qilish shart emas. Hammada ongida har xil tushuncha, har xil bilimi bo'ladi. O'sha menikidan yana qayerdandir olib, bir-biriga qo'shib turib, zo'r video qilsangiz bo'ladi. Bo'ldi, bu yozaversin. Endi mevalarni biz tekstini o'qittirib olishimiz kerak. Google AI ga kiramiz. Birinchi yo'naliniqasi bu. Shu holatiga mana single speaker audioga o'tib olamiz. Bu yerga tashlaymiz haligini. Buni birlar kerak emas bizga. Xo'p. Endi bu yerdan biz yoqimli so'z amakini topib olamiz, ovozi yoqimliroq. Ready to build something awesome? Mana shuni. Keyin mana shu yerda o'qitmoqchi bo'lganlaringda mana shu holatida hammasini o'qaveradi. Agar pastga ko'payib ketayotgan bo'lsa, o'qimaydi. Enterni bosamiz. Bu o'qiguncha biz sun'iy intellektga kirib turamiz mana. V3 ga yozib berdi. Endi buni hozir promptini olamiz, ana rasmda promptini. Belki tashlaymiz image'ga. Bu ikkinchi yo'li, hozir chalkashib ketib qolmanglar. Ali amaki hammomda yiqilib turgani shu birinchisi sun'iy intellektni o'zida yaratganimiz. Ikkita olsak bo'ladi, sababi cho'zilib ketadi. Menimcha tushunarli bo'lyapti degan umiddaman. Ikkinchisini olamiz endi. Ikkinchisini tashlab uni olsa ham bo'laverar ekan. Xo'p. Ayol kishi ekan endi. Bu bunday qilamiz hozir. Bu shorts yasab berdi. 4 ga deb turib 16 ga 9 deymiz. Boshqatdan bizga shorts Apple. Voy. Apples are one of the healthiest fruits in. Shu ovozni o'qib bo'lgandan keyin oxirgacha eshitib ko'ringlar. Eshitib turmanglar, o'tkazib buni. Bo'ldi, 1.55 gacha yozibdi, ag'ini ham yozadi. Odatda yozmay qolishi mumkin. Apple deymiz, sababi adashib ketmasligimiz uchun. Xo'p, bunga kiramiz. Mana 16 ga 9 deb yozdik buni. Bunaqa mana endi buni holani olamizda. Ikkita bo'ladi bizga. Yana Grokga kiramiz. Grokga kirishdan oldin video 3 ga prompt yozdirgan edik. O'sha promptni olamiz. Mana bu yerda 5 shu mavzuga 5 tadan V3 prompt yozib ber. Xo'p, birinchisini olamiz. Bu amakiga tegishli. Hop, bu yerdan orqaga qaytib olamiz. Bo'lmasa unga chalkashib ketib qoladi. Amakini olamiz. Videoga o'tkazib turib, promptni tashlaymiz. Ketyapti. Ungacha nimani ochib turay? Premiere Pro'ni.
hozir bizda tayyor emas endi. Buni olmani olamiz, Apple'ni olamiz. Bizga hozir shular kerak bo'lib turibdi. Olmani tashlab olamiz birinchi. Hop, orqaga qaytar. Hammasini tashlab olamiz. Olma, keyin bananida, keyin apelsin. Hozir bu yerda bizni nimalarimiz yo'q, boshqa mavzularimiz yo'q. Shuning uchun mana hozir ko'p bo'lib turibdi. Buni kichkina bo'lib turibdi, hozir ko'rib turganlaringdek. Buni montajda o'zida mana bu yerda nimasiga to'g'rilab olamiz. Buni ham yonlari ochliq turibdi, yaqinlashtirib. Ha, mana. Hop, endi nima deyapti? Yoshingni to'g'rilab bor deyapti. 89-yilmi? Bu buni hammomdaligi uchun shunaqa yoshni so'rab bordi. Sketchat qilib ko'ramiz. Bersa agar. Hop, yana ikkinchi nimani olamiz, xolani promptini. Mana bu yerda ikkinchi promptni olib, imagega o'tib, video turaveradi. Xolani rasmini olamiz. Jo'nataveramiz. Bu bo'lguncha mevalarda Apple'da nimasi shu sistem degangacha aytilgan ekan. helping the body produce Endi men uni bilmayman. Sizlar baribir nimada qilsalaring kerak. Subtitr qilsalaring, subtitrda o'zida chiqadi. Hopla, xato qilib qo'ydimmi? Endi qayerdan chiqaraman ekan? Ha, mana yerda ekan. Nima chiqmayapti? Hamma ham mukammal emas, to'g'ri tushunasizlar. Men ham xato qilaman. Chip turaylik. Chiqmadi. Demak, boshqa ochib olaman hozir. Mana shuni o'zidan edida. Endi bo'ldi. Hop, nima edi oxiri? Immune sistem degan edi. Mana shu yergacha Apple'dagi ekan. Mana immune sistem because deyapti. this fruit helps strengthen the immune system. Bo'ldi, mana shu yergacha ekan. Endi sizlar misol uchun mana hozir bitta video mana bu yerda ochiq qolyapti. Mana shu ochiq qolyapti. Necha sekund ekan? Hop, 06 dan 28, 06 dan 28 dan oldin esa 22 sekund. 22 sekund Grokda 6 tadan beryapti. Demak 4 ta, 5 ta video qilinsa o'sha nimani berar ekan. Sketchat qo'yaylik. Yana shu davomiga shunaqa videodan qo'shib yana 4 ta 6 sekunddan 4 ta qilinsa ortig'i bilan bo'lar ekan. Endi biz nima qilamiz? Nimani o'zidan rasmda olib qolamiz bu yerga. Rasmda hozircha cho'zib yuboraman. Chunki nima yo'q? Bizda video yo'q. Mana.
Buni mana bu yerdan endi sal effekt berib qo'yamiz. O'sha yerdan ketaveradi. Bunday qilamiz aka. Ana shu yerdan boshlab, maniki kelganda hop, nuqta qo'yib orqaga qaytaramiz. Buni menga olamiz. Hop, bo'ldi, bu nuqta qo'yildi. Mana endi meniki olib borib, mengacha yaqinlashtirib tortamiz. Hop, yana bu yerga qo'yib turib, uni orqaga qaytarib, shunday yaqinlashtirib qo'yamiz. Ana. Endi bitta ko'rib olamiz. Mana boshidan ko'rsak, mana. Apple. Apples are one of the healthiest fruits in the world. Girokam zo'r chiqarib berdi olmani. They are rich in vitamin C, fiber, and powerful antioxidants. Eating apples can help improve heart health and reduce bad cholesterol in the body. Apples also support good diet. Misol uchun mana shu yerda chiroyli chiqqan ekan, shetini sal mana bu yerga surib qo'ysak. Qani. Bad cholesterol in the body. Apples also support good digestion and help keep the stomach healthy. Many people say an apple a day keeps the doctor away because this fruit helps strengthen the immune system. Banana. Hop, endi bananga o'tdi. Bananni ham shekka tashab. Endi hozir men deb birtasiga shunaqa qilaversam, vaqt cho'zilib ketadi. Bananni mavzusi nima edi endi? Reduce stress aka, reduce stress. Mana bu o'zi orange mana shu yergacha ekan. Apelsinni tashlaymiz bag'iga. Apelsinda oxiri refresh ekan, refreshet. Mana shu ekan. Oranges help keep the body hydrated and refreshed. Ana shu ekan. Bo'ldi, shuda nima yetadi bizga hozir? Hop, shu yerda o'zini belgilaymiz. Xohlasalaring o'sha arqa fonga o'sha muzika qo'yib yuborsalaring ham bo'laveradi. O'sha yoqimli, sal pastroq. Hop, mana shu yerda. Ba'zan eshitib ko'raylik oldin. O'chirib. Bular bu muzikalar o'sha YouTube'da o'ziniki tekin muzika, avtorskiy tushmaydi. Agar muzika haqida ham ma'lumot olmoqchi bo'lsalaring, kanalda o'zida video bor. Mana hozir buni bitta ko'rib olamiz, mana bu yerdan pasaytirib olamiz, qani. Apple. Apples are one of the healthiest fruits in the world. They are rich in Bu baland, bundan ham pasaytiramiz. vitamin C, fiber, and powerful antioxidants. Eating apples can help improve heart health and reduce bad cholesterol in the body. Bo'ldi mana. Endi saqlanib qo'yamiz shuni. Hop, Apple deb qo'yaylik bunga ham. Apple. Bu saqlanib bo'lguncha biz hali buni amakini tekstini olib nimaga tashlagan edik. Mana bu yerga ingliz tilida yozib bergan edi bizga. Buni biz hozir endi ikkita boshida nimani o'zini o'qib turamiz.
tepasi shart emas hozir bizga. Buni bitta o'zbekcha o'qib olaman aka. Amaki hopitib turadi-yu. Juda issiq qon tomirlari kengayishi mumkin. Bir bilan avval boshlanadi. Bo'ldi. Buni biz rasmidan ham olib olishimiz kerak. Hozir rasmini ham yuklab olish kerak. Yuklanganida unosini yuklaylik. Amakini davomiga xolani shunisini olamiz. Xo'p, AIga kiramiz. AIga kirishdan oldin 1 bilan 2 ni kopiya qilib olamiz. Mana 1 va 2. 2 ni olib Google AIga kiramiz. Bunga tashlaymiz. Hop, bu yerda mana cho'zilib ketdi. Demak, biz 1 ni o'zini olamiz. Bo'lmasa nima bo'lib qoladi? Tomi ketib qoladi buni. Bo'ldi. Bunday bitta amniyat qo'yib bo'lmasa xato deborishi mumkin. Buni Antoni What idea do you want to Ready to build some shu amakini olaveraylik. Bo'ldi. Bu o'qib turguncha bu tayyor bo'libdi. Buni xlab boramiz. Hop, endi bular bizga kerak emas hammasi. Buni o'chirib tashlayveramiz. Bizga bular kerak bo'ladi. Hop, bitta ko'rsatib beraman hozirgi tayyor bo'lgan videoni. Apple deganidim mana. apple. Mana. Apples are one of the healthiest fruits in the world. They are rich in vitamin C, fiber, and powerful antioxidants. Eating apples can help improve heart health and reduce bad cholesterol of natural energy. They are rich in potassium, Mistake 1. vitamin B6, Very hot or very cold showers. Imagine a winter Mana ham bu bo'pti-da, shunga buni ovozi chiqdi. cold water. Bo'ldi, buni sketchat qilamiz. Hop, amaki deylik, adashmaslik uchun. Amaki. Hop, endi uni ayolnikini olaylik. Kopiya qilib. Yana Google Studioga kirib, uni tashlaymiz. Bu o'qiguncha bo'ldi, bu shart emas. O'qib olaversin, nimaga kirib amakini olamiz bu yerdan. Apple'da borib. Amaki. Birinchi videosi qaysi ekan? Video bermadim ekan amaki. Bo'ldi, buni ham yuklab olamiz. Bu xola deb qo'yaylik. Adashmaslik uchun. Chotani amakini bizga bermabdi shekilli. Shu bermagan ekan. Endi berdi mana. Bo'ldi. Baribir bermabdi. O'sha behayo bo'lib qoldi shekilli menimcha, shu yoshni cheklab sketchat bermayapti. Mayli, bermasa bermas. Demak, biz boshqatdan prompt tashlaymiz. Video promptni olib
ikkinchisini olsak ham bo'laveradi, mana ikkinchisi. Balki ikkinchisini olib qo'yarar. Xo'p, bu sog'liq yo'nalishi hozirgi mavzu juda ko'payib ketar ekan. O'zi nima qilmayman ekan, yangiliklar, bola tarbiyasi, ularda o'zi keyingi alohida bitta video qilaman ekan, chunki o'zi ancha vaqt bo'lib ketdi. Qani necha minut bo'ldi? 46 minut vaqt bo'libdi. Bundan jinday-pinday kesib olib tashlaganimda ham baribir shu 46-50 minutga yaqin bo'lib qoladi. Nevis yo'nalishi bilan bola tarbiyasi yo'nalishini keyingi alohida bitta video qilaman ekan. Hozir buni oxirgacha yetkazib qo'yamiz, tushunarli bo'lishi uchun. Qayerga tushdi ekan endi chol? Xolani ham olish kerak-da. Mana. Hop, amakamga tashlaymiz. Videosini ham tashlaymiz. Xolani ham yerga tashlaymiz. Oldin bitta subtitrini chiqarib olish kerak buni. Tavba, nima buni bo'la? Hop. Subtitriga kirib birinchisi mana shu yerda gradusdan keyin stepping in ekan, boshlansa mistik. Mistik qayerda ekan? Men topolmayapman uni. Bu birinchisi-da yo amaki mana bu. To'xta. Boshqa tushib ketibdi-ya. Men o'zim ham shunaqa chalkashib qolaman-da. O'chib turamiz. Faqat tushib qolibdi galvars. O'zi xola bilan u alishdi. Bo'ldi, buni ajratib oldik. Bitta bo'lmaganligi uchun bo'ladi. Sizlarga tushunarli bo'lyapti-yu. Keyin shu CapCut'dami yo KineMaster'da qilasizlarmi telefondan, nimada qilsalaring ham, xohlasalaring subtitr chiqaringlar, xohlasalaring chiqarmanglar. Men shu yerda hozir men tiliga tushunmasligim uchun mana shu yerda o'zim shu yerda belgilab olyapman. Subtitr zarur narsa emas. Endi buni amakini bitta rasmini olamiz ekan boshqasini.
yaqinlashtirib men hozir rasm qo'yib yuboryapman. Sizlar shu rasmni o'rniga grokdan yo boshqa sun'iy intellektdan o'sha video tayyorlab chiroyli qilinglar. Agar rasmdan ko'ra o'sha nima yaxshi video. Bu ham to'g'ri tushibdi. Shu xolani blur qo'yib yuboramiz bu yerga. Sizlar ham agar montaj davomida shunaqa qo'yib ketaveringlar. Nimasi yo'q. Zarari yo'q. Bitta bosib yuboramiz. Gal varsmi qachib ketdi. Qimirlab ketibdi. Nima In. Mistake 2. Wetting your head first. Most people step into the shower and immediately wet their head. ovozini olib tashlaymiz aka. Stepping in. Mistake 2. Wetting your head first. Most people step into the shower and immediately wet their head. But from a cardiovascular... Xullas shunaqa qilib nima qilasizlar, video qilasizlar. Bu ham amalga deb ko'raylik. Mana yana boshidan tushuntirib o'taman. Bu oson yo'nalish, mana birinchisi sog'liq yo'nalish uchun video tayyorlamoqdaman. Menga 5 ta mevalarni insonga foydali haqida tekst, ya'ni ma'lumot yozib berdim. Bu yozib berdi o'zbekchada. Undan keyin men aytyapman, endi shu 5 ta ma'lumotni ingliz tilida yozib ber. Men uni Eleven Labs ga tashlab audioga aylantiraman deyapti, dedim. Bu ingliz tilida yozib berdi. Shu olma uchun 3 ta emaga prompt yozib ber va boshqa mevalar uchun ham 3 tadan rasm prompt yozib ber dedim. Ya'ni shu image deyilar ekan. Bu yozib berdi. Keyin yana davomida endi VO3 uchun video prompt yozib ber. Har bir mevalar uchun 2 tadan prompt. Sizlar 2 tadan yo 5 tadan desalarni yozib beraveradi. Bu o'sha videoni ham yozib berdi. Keyin yana yozyapman, video uchun nom, video tavsif, video haqida, nima haqidaligi, hashtag qo'shib, kalit so'zlar bir qatorga hammasini ingliz tilida yozib berdim. Bu yerda mana nom yozib berdi. Keyin bu yerda o'sha video haqida nima ma'lumot, o'sha tavsif, tavsifni tagiga uni hashtagni qo'yib yuboriladi. Keyin kalit so'z mana poisk qilinganda shu kalit so'zlar mana ular aralashib bo'lsa, sizni videoyingiz ham o'sha nimaga chiqishi ehtimoli yuqori. Endi bu yozib bo'ldi. Birinchi image nimaga o'tamiz? Promptga o'tamiz. Mana image prompt deyapti. Buni biz bitta olib Reve AI ga kirdikda tashladik. Mana shu 4 ta olmani yasab berdi. Keyin ikkinchi nimani oldik, bananni olib bekka tashladik. Bekka yana bizga 4 ta banan tashlab berdi, yasab berdi. Keyin apelsinni oldik, bekka tashladik, yana apelsin yasab berdi. Bulardan biz kerakligini sketchat qilib oldik bittadan. Keyin bu video promptga tushib oldik. Mana Apple promptga o'tib turib, keyin buni nimaga o'tdikda
Grokka o'tib turib, Apple'da rasmini tashab turib, rasmni orqasidan video promptni, mana buni promptni olib, rasmni yoniga tashadi. Keyin shu videoni yasab berdi. Hammasini o'sha ketma-ketlikda bitta-bitta qilib oldik. Ana endi yana shu nimaga o'tib turib, tepaga ingliz tili yozib bergan ma'lumotni biz hammasini kopiya qilib, o'sha hammasini olib turib, keyin Google AI ga tashladik. Biz Google AI ga tashlab o'qitib oldik. O'sha nimada video davomida ko'rgansizlar. O'qitib turib, keyin ovoz ham tayyor bo'ldi, video o'sha qisqa video ham tayyor bo'ldi. Keyin biz montajga kirib turib, montajdan shu mana shu yerda yig'ib oldik, ketma-ketlikda qo'yib. Keyingi o'sha mana tayyor ma'lumotni oladigan yo'nalishni qilib berdim. O'sha mana amaki yo o'zlarining bironta doktor nimaga kirib olasizlar, kattaroq kanalga. Keyin buni olib turib, o'sha joyida mana bu yerda bu ma'lumotini olib turib, qaniydi? Mana bu yerga biz birga bir qilib qo'yibmiz. Bu yerda biz yozishimiz kerakda, tarjima qilib berdi dega, tarjima qilib berdi o'zbekchaga, keyin o'qib olib turib, bo'laver ekan dedi-da, buni ingliz tiliga yana qayta tarjima qildirdik mana. Endi shuni ingliz tiliga tarjima qilib ber. Boshida qanaqa qilgan bo'lsak, shu yerdan yana oldik, image prompt oldik. Shu mavzuga 5 tadan image prompt yozib berdidan, bu yozib berdi. Davomidan yana shu mavzuga 5 tadan VO3 prompt yozib berib, shu video uchun yozib berdi buni ham. Keyin pastiga yana yozishingiz mumkin. Video nom, tavsif va kalit so'zlar yozdi siz bo'ldi. Endi tushunaveradi nima deb turganimizni. Videoga nom mana yozib berdi. Kalit nima, videoda o'sha tavsifi, video nima haqidaligi, kalit so'zlar yozib berdi. Shuni keyin bundan oldingi videolarda kanalimda bor. Hozir buni yana videoni yuklab yotmayman. Video yuklashni ham o'sha kanal ochib, video yuklash degan videoga kirib ko'rsalaring, o'sha yerda qanaqa video, buni kalit so'zlar qayerga tashlanadi, buni video tavsif qayerga yoziladi, hammasini birma-bir aytib o'tganman. Hop, hammaga tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Keyingi o'sha misol uchun nevis yo'nalishi ham xuddi shunaqa. Misol bu saytni o'ziga kirasiz, mana bu yerga BBC qilib, BBC qilasizda bu yerga kirasiz. Mana tayyor bu yerda o'sha nima turibdi? Ma'lumot turibdi. Yangiliklar. Mana bu yerda o'zi 11:08, 11:51da nima qilgan ekan, buni olamizda. Endi yana bitta ko'rsatib o'taveray. Sun'iy intellektga kiramiz. Sun'iy intellektga tashab turib, sun'iy intellektga tashab turib aytamiz. Shuni avtoriski tushmaydigan qilib qayta yozib ber deysiz. Bu yangiliklar yo'nalishida ehtiyot bo'lasizlar. Kanallaring chopilib ketadi, o'sha YouTube siraza biladi. Mana bizga qayta yozib berdi. Buni yana kopiya qilib, kopiya qilasizda Google ga tashlaysiz. Mana Google ga bitta tashlab o'qitib olasiz. Qisqa aytyapman. Yana buni sun'iy intellektga kirib turib, image prompt ham yozib ber. 5 ta deymiz. Yo 2 ta deylik. 2 ta. Hop, VO uchun ham prompt yozib ber deysiz. VO3 hop 3 ta deylik.
siz shu V3 ga kirmaysiz, Grok'ga kirib, mana birinchi rasmda tayyorlab olasiz. Shu mana nimaga kirib, AI ga kirib, mana o'zi tugabdi, mana limitim o'zi tugabdi mana. Hozir boshqasidan kiramiz. Endi ko'rsatib beray. Keyin qolganini xuddi shu sog'liq yo'nalishida qanaqa video qilgan bo'lsam, xuddi shu ketma-ketlikda Grok'ga tashlaysiz, Grok'da video yasab beradi. O'sha tekstni o'sha audioga alishtirib turib video yasab olsangiz bo'ladi. Mana misol uchun mana bu yerda tashadi mana. Keyingisi mana keyingisi. Bo'ldi, mana shuna shu rasmni olib, Grok'ga kirasiz. Grok'ga tashab turib, Grok'da yonida prompt bor mana video uchun. Mana bu yerda V uchun prompt yozib ber. Grok'ga kirib turib, xuddi mana shuni yana o'sha videoni boshida ko'rsatganman, shunaqa qilib video yasaysiz. Video yasalgandan keyin o'sha kanalingizga joylasangiz bo'ladi. Bu video sog'liq yo'nalishida edi. Vaqtimiz ko'payib ketdi. 1 soat 2 minut yozilibdi. Hozir bundan bir 50 minuti qoladi menimcha, balki undan o'tib qolishi mumkin. Qanaqa tushunmovchiliklar bo'lgan bo'lsa, bemalol gruppada yozasizlarmi yo kommentariyda so'raysizlarmi, sizlarga javob yozaman. Sizlardan iltimos qilib qolaman, agar shu videoni ko'rib turgan bo'lsalaring, agar oxirigacha yoki shu joyini ko'rib turgan bo'lsalaring, kanalga obuna bo'lib, videoga like bosinglar hamda kommentariyaga qanaqadir fikrlaringni yozinglar. Sizlar yozsalaring o'sha rekka chiqadi. Undan tashqari qanaqa ma'lumotlarim, qanaqa bilimim bo'lsa, sizlarga hammasini tekinga ulashaman. Kanalni qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddaman. Kanalni qo'llab-quvvatlash qanaqa bo'ladi degan bo'lsangiz, o'rtoqlarga uzatasiz kanalni. Ular ham kirib ko'rib, like bosib yo qanaqadir fikr yozib chiqib ketsa, kanalimiz rivojlanaveradi. Keyingi videoda xudo xohlasa bu yangilik yo'nalishi, nevis yo'nalishi bu bo'ldi, o'rgatib qo'ydim. Bola tarbiyasi haqida xuddi shunaqa qilib qilsalaring bo'ladi. Keyingi videoda o'zim o'sha noldan video yasashni ko'rsataman. Hozircha videomizni tugatamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha deb xayrlashib qolaman. Salomat bo'linglar.